Mosh savdosining yakuniy va eng ajoyib lotiga yetib keldingiz. Xo'y, bu yana nimasi? Bu ehtimol u tanlagan katalizator. Men shunday deb o'ylayman. Uzoq Nordan, muqaddas zaminidan afsonaviy qazosi. Elf. Hammaga ma'lumki, elflar odamlardan ko'ra xudolar va tabiat ruhlariga yaqinroqdir. Va ko'rib turganingizdek, u ajoyib oq sochlarga ega. Bu bo'yalgan emas. Siz juda kam uchraydigan tabiiy ravishda platina bilan qoplangan elfni ko'rib turibsiz. Uni sehrli xususiyatlari, uni sevgi quli sifatida ishlatish uchun eng mos keladi. Agar uning narxini yanada oshirmoqchi bo'lsangiz bemalol. Savdoni 10 mingdan boshlaymiz. 1 million. Xo'y, Zagan 1 million oltin kuriotis. Sizga katta rahmat janob. Qanday ajoyib taklif. Xo'y, Jenursin Zagan, uni elfligini bilaman, lekin bu juda qimmat. Meni ko'kragimdagi bu tuyg'u nima? U yoqimli. Bu so'z unga mos kelishi mumkinmi? Unga yordam bermoqchiman, uni tabassumini ko'rmoqchiman. Va men unga teginmoqchiman. Men va nihoyat izlayotgan narsamni bilmagan holda topgandekman. Xo'y, sen ahmoq, uni nima uchun ishlatmoqchisan o'zi?